Hmm, hmm. Soat necha bo'lib ketibdi? Oho, necha bo'lib soat? Betimizga olaylik-da. Mana qarang, krasavchikman-da. Hammaga salom. Bugun biz Salam Rogues Gaming. Bugun biz 13-qishloqqa ko'chib keldim. 13-qishloq. Mana uyim. Soat necha bo'lib ketibdi? Ko'rayapqani? 11. What the? Bola 11 bo'lib ketibdi soat. Fermani yashab olishimiz kerak. Men iPhone 7 oldim biroq. Bo'ldi, iPhone 7 oldim. Qalay zo'rmi? Sarig'idan oldim. Tezroq yer baqirib qoladi. Bur. Endi olayman. Tezroq bo'la, tezroq. Kamam chiqmasin-da, mer baqirib qoladi. O'zim merdan shu uyda oldim, sotib oldim. Juda qimmat ekan. Qani tezroq bir sabziydi. Tezroq bo'la. O'zim yetib olmayman o'yinlar. Tamam, og'riganda. Yema. Tush. Bo'ldi, endi bu yerga kartishgan ekanmiz. Hamma endi to'g'rilab qo'yaman. Qishloq tanishtirib chiqaman sizlarga, bilmaganlarga. Kartishga ekanmiz. Qishloq, mana sotuvchini uyi bor. Bugun yangi qilich olishim kerak. Nima, kam chiqma. Ket. Bitta kam bo'lib qolganda merdan eshikam eshitardim. Mer. Assalomu alaykum, mer. Yo. Qanaysan? Yaxshimisan? Darslar tasha. Mana mer mana. Oy. Kammasmi? Yo'q, bo'la, yaxshi. Bo'l, men ketdim. Endi qishloqdan birinchi narsalarni qo'yib chiqaylay. Uyim. Bunda o'tirib close 13-qishloq ko'rsataman mana. Mana shu 13-qishloq. Ko'rasizlarmi? Mana yerdan 14 ta oltin olishim kerak. Mana uni pastki qavatim. Derazalar ochib qo'yay. Havo kirib tursin. Hayotda o'ynay qaraydi. O krasavchikman. Mana bu ikkinchi etajim. O'tirib mana shu yerda pichinni yeb tursak bo'ladi. O'tiramizda kechqurun svit yoqib qo'ysak bo'ladi. Manzilga borib shuni kallasi olib kelib bittasi. Endi pastga tushamiz. iPhone'im bor. Uyda keyin shipiraymi yo hozir shipiraymi, keyin shipiraymi. Do'stim qansin? Do'stim yo'q ekan. Ketibdi-da qayerga? Mana yerdan ketaversak, somonlar hamma mana shu narada to'plangan somonlar shu yerga yig'amiz. Keyin birdan sotib olamiz hamma somon boshqa qishloqlarga. Sotuvchi brat, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Ha, yaxshi, nima olasan? Men olmos qolchangiz olaman. Qancha turadi? 14 ta oltin tanga berasan. Mayli. Mana 14 ta oltin.
O'zim kelib qoldi-ku. Hamma sandiqga solib qo'y. Bormi sandiqingiz? Boshturinglar-ya. Yo'liga qara. Hop, mayli. Mana, Yordamchiga ber. mayli. Yordamchi, ma. Qo'lsizdan endi olib ketaveraman qilishdi. Yaxshimi o'zi qilichingiz? Da, yaxshi. Ha, mayli. Mana qo'yxona. Mana. Qo'yxonamiz. Mana uylar. Qulflab qo'ydik-da. Meriyani baqirmasin. Mana uylar. Ko'pgina uylar. Bu mer sotar bu uylar. Mana merning uyi. Bu yerda fermalar bor. Keling, yaxshimisan, zo'rmisan? Yaxshi, rahmat, o'zing yaxshimi? Bo'la. Mana men otxonam bunday shug'ullanaman-da. Ustiga chiqib turib. Mana bola yaxshi bo'lyapti, zo'rmi? O'tirib dam olib o'tirsak bo'ladi. Otim mana chaqmoq. Ismi chaqmoq. Juda tez yuguradi. Mana chaqmoq yomon tezda. Qani arqon yotibdi ekan. Chaqmoqma. Chaqmoqni ham boylab qo'yamiz. Qishloq shu, bu yerda ham uylar bor. Uylar bor. Uyimni bir shipirib chiqaydi. Qani, oldin. Qo'yma, olin. Mana shipir. Yaxshi. Yaxshi. Bola. Qo'yagin. Endi bu oltin yo'q. Olmos qilish qo'yamiz. Kechqurun tushyapti ekan. Endi mana bu kambag'al odam ko'chib keladi. Shuni uyda bu. Uyga kirmay baqirib qolmasin. Shu mana 13-qishloq. Normal qishloq. Ko'chib keldim-da. Bu yomon qimmat ekan-da. Yomon qimmatga oldim. Bola, bugungi videomizni shu yerdan tugatamizmi deyman. Keyingi videomizda bundan zo'r qiziqarli videolar chiqaramiz. Qani, go! Bola, follow, like tugmasini bosib qo'yinglar. Komment yozishni unutmanglar. Bo'lmasa sizlar bilan Royce Gaming bo'ldim.